Assalomu alaykum. Issiqxonaga qiziqqan va issiqxona qilaman. Issiqxona qilsam qanday nav ekaman? Qanday nav nima desam bo'ladi? Serhosil, serdaromad bo'ladi degan YouTube muxlislariga sizlar uchun Turkiya navi Istanbulni tanishtiraman va to'g'ridan to'g'ri YouTube muxlislariga taqdim etaman. Mana ko'rib turganingizdek juda gullashi zo'r va tuyumi ham zo'r. Kecha terilgan. Mana gullashi kecha terilganiga qaramasdan mana YouTube muxlislar qanday gullagan. Inshaalloh like'ni, podpiskani bosinglar. Agar kommentariyada yozinglar Istanbul F1 degani navi bunga qanday suv berish kerak, qanday o'g'itlar berish kerak degan savollarga qo'ldan kelgancha kommentariyada javob berib boramiz. O'zbek bloger kanaliga obuna bo'ling va like bosing. Mana tirs